Sanatimizning erkatoyi ochiq, sochiq kiyinib yuradigan Nilufar Hamidova litsenziyasini oldirib qo'ygandan keyin nima ish qiladi? Konstant qilishga yo'l qo'ymang. Ana, biz ayollarga qopdi. Barcha qizlarimizni, ayollarimizni aynan zamonaviy kiyingan. Ba'zi bir videolarda Avrupalik bo'laylik, ochiq sochiq kiyinaylik deb targ'ib qilsa, yana ba'zi bir videoda esa diniy tomonlama dars bermoqda. Alloh sizga umr berdi. Sizning hayotingizni, sizning taqdiringizni hammasini o'zi tartibi bilan peshonangizga yozib berdi. Boshqa odam sizga hasad qilyaptimi? Demak, o'sha odam Allohga unga bergan umrini qabul qila olmayapti. Bo'ldi, Shohida Uzoqovani ortiq gapirmayman deb, ammo bir kosa lag'mon uchun fohishalik qilib yurgan deb aynan qaysi san'atkorga tegishtirib ketdi? Yoshligida uni bir kosa lag'mon deb laqabi bo'lgan ekan. Bir kosa lag'mon uchun fohishalik qilib yurgan ekan. Albatta aziz yurtdoshlar, videolar to'plamini o'zingiz tomosha qilasiz. Unga bo'lgan Nilufar Hamidovaga ham jim qarab turmasdan ba'zi bir insonlar atvet videolar chiqargan. O'shalarni ham birin-ketin sizlarga taqdim qilaman. Va agar malol kelmasa, fikringiz kommentariyaga yozib, siz ham bemalol kimga nima demoqchi bo'lsangiz, o'sha kommentariyaga yozishingiz mumkin. Chunki o'zlari shaxsan o'qib chiqyapti va ba'zi bir fikrlarga norozi bo'lib bizga aloqaga ham chiqishadi. Bemalol yozishingiz mumkin va iltimosim bor, agar kibrli bo'lmasangiz bir dona like va kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz kifoya. Biz esa videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum, sizlar bilan men bloger Muhammadjon. Kanalda mehmonlar, albatta obuna bo'lishingizni iltimos qilamiz. Xabaringiz bor, bir necha kunlardan beri Nilufar Hamidova va Shohida Uzoqova va boshqa san'atkorlar o'rtasidagi tanqidlar, bir-biriga bo'layotgan javoblar juda ham jiddiylashdi. Hattoki bir-birini fohishaga ham chiqarishib yubordi. Va intervyular birida Nilufar Hamidova hattoki o'zbek emasman, menda umuman o'zbek qoni yo'q degan iddaolarni ham bildirib o'tgan. Nima bo'lganda ham aziz yurtdoshlar, kelinglar. Nilufar Hamidovani shu oxirgi videolardan bir lavhani sizlarga taqdim qilsam. Grajdonchiklarim, sochlarimni silliq tarab, 1 soat bo'yanib, lablarimni qizil pomadachigalar surib olib, kutib yotimdan yon boshlab. Nilufar apaylar chaqiryaptilar hamma ayol qizlarni. Bu davlatni ikkinchi Afg'oniston qilishga yo'l qo'ymang. Ana, biz ayollarga qopdi. Barcha qizlarimizni, ayollarimizni aynan zamonaviy kiyingan, fikri, dunyoqarashi keng bo'lgan. Yopiq kiyinadiganlar bormasin. Xohlamayaptilar. Mana shu negativlarga, faqat kiyim-kechak haqida gapiradigan latta purushlarga, eski fikri tor bo'lgan, zamondan qolib ketgan, dunyoqarashi, bilimi yo'q insonlarga qarshi bilimsizlar bormasin, faqat bilimlilar borsin. Ochamiz, kerak bo'lsa katta programma, proyektlar qilib, buni ustidan ishlaymiz. Ana. O'zim hissamni qo'shaman. Ana, biz ayollarga qopdi-ey bu narsaga hissamizni qo'shish. O'zbekistonda boshqa odam ishlamayaptimi deyman, Nilufar opaga qopdi-ey. Kinoda ham o'ynadilar, bani sochig'i ham o'radilar, hamma narsa qilib ko'rdilar. Endi Afg'oniston, O'zbekiston qilib, endi xullas nima qilsalar qilyaptilar. Shuncha odam shu xotinni gapiruvdi, indamadi. Shohida opani gapini ninasi bor ekan, uchun bunday tiqib qo'yuvdilar. Og'rig'iga vi-u qilib butun topgan kanaldan chiqib video qilib Shohida opani qidiryapti. Chex milisaxonaga oxirigacha boraman, qamataman. Xuddi Shohida opa odam o'ldirgan u, xuddi Shohida opa buni yechintirib qo'ygan. Chex davomman, Shohida opa Zaynab bir tinga olmayapti Shohida opa. Zo'r o'g'il tarbiya qilib qo'ygan, zo'r proyektlar bilan yuribdi, fikrini bildirdi, bo'ldi, pashol von. Menzimidi, bir tinga olmaydi bu Nilufar opani. Bu bo'lsa o'tmishini ko'lab, odamlar yozinglar o'tmishini, yozinglar, o'tib ketgan 19-asr yozinglar, 21-asrda men bir narsalarni isbotlayman. Bu xotin J bo'lgan deb yuribdi, musirkalarni titib, o'tmishni titganlar musirka titadi-da. Musirkani kim titadi? Mushular, kuchuvlar titadi. Endi mayli, odam o'ziga yarashadigan ish qiladi. Shohida opa bir tinga olayotgani yo'q. Xotinlar, yechingan xotinlar, kanal ochamiz, gruppalar ochamiz, Afg'oniston qilmaymiz, O'zbekistonni boshqacha qilamiz. Xuddi hech kim ishlamayapti, faqat shu xotinga qolgan. Bu xotin o'zi o'zbek emas ekan, O'zbekistonda nonni topib yeb, quturibdi-da bu xotin mana. Lekin men o'zbekman. Mani millatimda o'zbek qoni yo'q. Qanaqa millatingiz bo'lmasa, bu haqida gapirmagan ekansiz. Bu masalada men aytmayman, lekin
Men O'zbekiston yurtida tug'ilganman, O'zbekistonni sevaman. O'zbekistondagi yurt baribir yo'q. Kaneshni pul topganingizdan keyin O'zbekistonni sevasiz. Endi mana bunday qilib hurmatdan qilib qo'ying-da. Ras pul topasizmi, odamlarning gapini ko'tarasizlar-da. Chunki ayollarni yechintirishga harakat qilmanglar. Oilasiga mos bo'lib hamma yashayapti, o'zi yechinganlar yetadi. Mana ochiq sochiq kiyinaman. Hayotimdagi 70% insonlar g'ayridin, darja ko'pini dini yo'q. Ochiq sochiq kiyinadi, lekin bunaqa men ochiq sochiq kiyinaman, ayollar yechininglar, kelinglar klub ochamiz demagan. Bundan keyin demasa ham kerak. O'zinglarni yig'ishtirib olinglar. Odam yoshligida aynisa, qariganda aynimasin. Biz yoshlarga tag'am o'zinglarcha dotatsiya o'qiysizlar. Nilufar Hamidovaning qattiq harakatlariga chidolmayotgan va uning ba'zi bir videolarini yoqtirmayotgan muxlislaridan ham video atvetlar bor. Ming bor uzr, muxlislardan demay, kuzatuvchilardan. Kelinglar o'sha videoni ham birgalikda tomosha qilsak. Va shu noshukurchilikdan g'iybat kelib chiqadi, hasad kelib chiqadi. Alloh sizga umr berdi. Sizni hayotingizni, sizni taqdiringizni hammasini o'zi tartibi bilan peshonangizga yozib berdi. Boshqa odam sizga hasad qilyaptimi? Demak, o'sha odam Allohni unga bergan umrini qabul qila olmayapti. Shunaqa deymizmi? Qabul qila olmayapti. Nega unga shuncha narsa berding, menga bermading deb Allohga qarshi chiqyapti. Bir yaxshilab o'ylab ko'ringlar. U qanaqa yashayapti, nima kiyyapti, nima ichyapti demasdan o'zini hayotini to'g'irlash kerak. Agar kasal bo'lsa, salomatligiga ko'proq e'tibor berish kerak. Agar jinniroq bo'lsa, sog'liqqa, sal miyasini tuzatadigan bir protseduralarni olib, shifokorlarga murojaat qilish kerak. Yoshga bog'liq emas ekan, yoshmi, qarimi, qarilar yoshga hasad qilishyapti, yoshlar qarilarga, erkaklar ayollarga, ayollar erkaklarga. Vobshe to'g'ri, orasida yaxshi insonlar ham bor, lekin shu darajada hasad qilgandan ichidagi gap ottilib chiqib yuziga qarab gapirishni boshlayapti. Bir me'yorida chiroyli qilib gapirmasdan shu darajadaki o'ldirib yuboraman, yirtib tashlayman degan gaplarni qo'llashyapti. Hasad qilgan odami hech qachon ish yurishmaydi, oshqozon yazvasiga olib keladi. Bitta hasadgo'yi bilaman. San'atkorlar orasida bor. Hammaga hasad qiladi. Hozirgi kunda u hasadgo'yni bir oyog'i go'rda. Yoshligida uni bir kosa lag'mon deb laqabi bo'lgan ekan. Bir kosa lag'mon uchun fohishalik qilib yurgan ekan. Tarixingizni sekin-sekin ochamiz endi. Vaqti kelyapti. Bilganlar biladi. Shunchaki eslatib qo'ydim-da. Bir kosa lag'mon. Nima bo'lganda ham aziz yurtdoshlar, Nilufar Hamidova va boshqa san'atkorlar qonun oldida javob berishi aniq. Ularga faqatgina ip uzun tashlangan, bir kun tortilishini siz va biz ko'rib kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan men bloger Muhammad Jamaliyev. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.